Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, Lonkingga ashaddiy muxlislari. Bugun 6-dekabr, xudo xolasa bugun mana 2 kublik 833 modelimizni Xorazmga jo'natyapmiz. Xudo xolasa mana bugun yana bir mijozimiz Mansur og'amiz xudo xolasa bizdan pogrushchik sotib oldilar. Aka, qisqacha fikrlaringizni aytib o'tsangiz, bizning pogrushchik masalasi bo'yicha. Rahmat. Juda minnatdormiz sizlarning xizmatlaringizdan, sizlarni bizga taklif qilgan variantlaringizdan juda minnatdormiz. Mana shuni ko'p joylarni aylanib ko'rdik. Bizga eng ma'qul bo'lgani ham kuch sifatdan, ham sifati kuchliligi bo'yicha mana shu Lonkingga teng keladigan yo'q ekan. Shuni aylanib ko'rib, o'sha Lonkingni xarid qildik. Lizingga variant qilib xarid qilib oldik. Sizlarga ham kelib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Aka, ozgina arzimasa ham bizdan sovg'amiz. Xudo xolasa kelasi yilga yana boshqa texnikalar kelasiz degan umiddamiz. Xudo xolasa mana CarMix'larni keyingi rejaga kiritib qo'ydik. Xudo xolasa uni ham xarid qilamiz. Aka, baraka toping. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.